Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Italiyada poyezdlardan chatib foydalanishni ko'rib o'tamiz. Hop, biletni ikki xil yo'l bilan olsak bo'ladi. Onlayn Trenitalia saytidan yoki shunga o'xshagan tiket mashinlardan. Tiket mashindan olingan biletni albatta validate etish kerak bo'ladi. Keyin platformalar o'zida shunday jadvallarni ko'rib olib, o'zlarimizga kerak yerini topamiz. Platformalar yozilib turgan bo'ladi. Ko'z oldingizlar uchun ham maxsus yo'lakchalar qo'yilgan. Bular orqali ular o'zini platformalarini topib oladilar va platformaga chiqishdan ham maxsus yozuvlari bor. Shu yerdan yozuvni o'qib olib, yo'llarga chiqishlari mumkin. Ikki xil turdagi poyezdlar bor. Regionalniy, ular qisqa masofalarga ko'p stansiyalarda to'xtaydi va tez yurar poyezdlar, ular katta masofaga to'xtamay yuradilar. Har bir poyezdga minjakda uni nera borganini tablodan ko'rib olsak bo'ladi. Poyezdning ichi shinam, hamma sharoitlari bor. Wi-Fi, telefonlarni zaryadga qo'ysa bo'ladi va albatta velik qo'yadigan joylari ham bor maxsus. Vagonlarning ichida bemalol harakatlanib yursa bo'ladi, lekin ehtiyot bo'lish kerak sumkalara va har bir vagonda shunga o'xshagan tablolar bor. Sizlar nera borganlaringizni va qaysi ostanovka ekanligini bilib olsangizlar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz, kommentariy yozinglar va do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Rahmat.